Assalomu alaykum. Bilasizmi, yurak qon tomir kasalliklari ichida eng ko'p uchraydigan kasallik bu qon tomirlari aterosklerozi hisoblanadi. Hamda o'lim ko'rsatkichi bu barcha kasalliklarning yarmiga teng hisoblanadi. Endi qon tomirlari aterosklerozi haqida siz eshitgansiz. Kimdir qon tomirlari to'silib qolibdi, qon tomirlari tromb bo'lib qolibdi degan narsalar shu kasallikni belgisi hisoblanadi. Endi qon tomirlari aterosklerozini bilishdan oldin biz qon tomirlar tarmog'ini bilib olishimiz kerak. Ya'ni qon tomirlar tarmog'i bu chap qorinchadan chiqadigan aorta qon tomiridan boshlanadi hamda umr osti arteriyalari hamda uyqu arteriyalari bosh miyaga hamda arteriya vertebralis hamda ko'krak aortasiga tarmoqlanadi. Ko'krak aortasi ko'krak bo'shlig'i a'zolariga qon bilan ta'minlaydi hamda keyin qorin aortasi qorin bo'shlig'i a'zolarini qon bilan ta'minlaydi hamda ichki hamda tashqi yonbosh arteriyasiga bo'linib oyoqlarni qon bilan ta'minlaydi. Endi ateroskleroz deganda bu qon tomirlar devoriga yog'larni o'tirishi, ya'ni bu qon tomir deydigan bo'lsak, arteriya qon tomir deydigan bo'lsak, shu sohaga yog'lar o'tirishi hisobiga, ya'ni xolesterin, triglitseridlar, kalsiylarni o'tirish hisobiga aterosklerotik blyashka hosil bo'lishi hamda qon tomir o'tkazuvchaligini buzilishi hamda a'zo to'qimalarda kislorod ozuqa moddalariga ehtiyojni ko'payishiga olib keladigan kasallik hisoblanadi. Endi aterosklerozni bir qancha sabablari bor. Shu sabablarni ko'rib o'tishimiz kerak. Birinchi sababi bu dislipidemiya, ya'ni qondagi lipidlarning almashinuvi buzilishi. Undan tashqari yuqori qon bosim, chekish holatlari, qandli diabet, noto'g'ri ovqatlanish hamda kam harakatli hisobiga yuzaga kelib chiqadigan holat hisoblanadi. Endi dislipidemiyaga keladigan bo'lsak, ya'ni xolesterin, triglitserid, aterogen lipoproteinlar miqdori ko'payib ketsa, bu qon tomirlariga o'tiruvchanlik xususiyati oshib ketadi. Hamda yuqori zichdlikdagi lipoproteinlar miqdori kamayib ketsa, bu qon tomirlarida ateroskleroz holatini yuzaga keltirib chiqaradi. Hamda zichdligi past bo'lgan lipoproteinlar miqdori ham ko'payib ketishi hisobiga yuzaga keladigan holat. Endi bu lipoproteinlarga keladigan bo'lsak, bu lipoproteinlar oqsil hamda yog'dan tashkil topgan murakkab modda hisoblanadi hamda yog'larni tashib berish vazifasini bajaradi. Endi lipoproteinlarni ham zichdligiga qarab turib turlari bo'linadi. Bular hilomikron, zichdligi past bo'lgan lipoproteinlar, o'rta zichdlikdagi, past zichdlikdagi hamda yuqori zichdlikdagi lipoproteinlarga bo'linib ketadi. Endi hilomikronlar bu ichaklarda hosil bo'ladi, triglitseridlarni tashib berish vazifasini bajaradi. Zichdligi juda past bo'lgan lipoproteinlar bu jigarda triglitseridlarni tashish vazifasini bajaradi. Hamda o'rta past zichdlikdagi lipoproteinlar shuni hisobiga hosil bo'ladi. Endi yuqori zichdlikdagi lipoproteinlar bu qon tomiridagi xolesterin, triglitseridlarni jigarga tashib berish, qaytarish vazifasini bajaradi. Biz uchun foydali bu yuqori zichdlikdagi lipoproteinlar hisoblanadi. Endi bu qon tomirlari aterosklerozi ko'payib kelib chiqishi uchun xolesterin miqdori hamda triglitserid hamda zichdligi past bo'lgan lipoproteinlar ko'payib ketsa, qon tomirlariga yog'lar o'tiradi hamda qon tomirlar devorida aterosklerotik blyashkalar hosil qiladi hamda a'zo to'qimalarga qon borish hajmi kamayib ketadi hamda ishemik holatlar, ya'ni a'zo to'qimalarida oziq moddalar kislorod bilan oziqlanishi buzilishi hisobiga ishemiya yuzaga kelib chiqadi. Undan tashqari bu aterosklerotik blyashkalar yorilib ketishi mumkin. Yorilib ketganda tromblar hosil bo'lishi, qon tomirlarida devorni o'tkazuvchanligini buzib qo'yishi hisobiga bir qancha holatlar yuzaga kelib chiqishi mumkin. Ya'ni bu holat qaysi jarayonda bo'lishiga qarab, qaysi qon tomir shikastlanishiga qarab turib klinik belgilar turlicha bo'ladi. Masalan, yurakda tosh tomirlarida aterosklerozlar bo'lsa, yo tromblar bilan tiqilib qoladigan bo'lsa, stenaka yurak ishemik kasalligi, stenakalardiya xurujlari, infarktlar yuzaga kelishi mumkin. Bosh miya bilan bog'liq bo'ladigan bo'lsa, bosh miyada qon aylanishini buzilishi, insultlar, mikroinsult holatlari yuzaga kelib chiqishi mumkin. Endi bunda qanaqa klinik belgilar bo'ladi? Klinik belgilar qaysi qon tomir shikastlanishiga bog'liq. Ya'ni bemorlarda yurakni qon bilan ta'minlab beruvchi tosh tomirlar shikastlanadigan bo'lsa, yurak sohasida og'riq, qo'lga jag'ga berilishi, achishtiruvchi, qisuvchi og'riqlar bo'lishi
holatlar yuzaga keladi. Endi biz diagnostika qilish maqsadida bir qancha tekshiruvlar o'tkazishimiz mumkin. Tekshiruvlar biz qon tomirlar doppleri, undan tashqari laborator tekshiruvlarda xolesterin miqdori, lipidlar miqdorini ko'rishimiz mumkin. Xolesterin miqdori ko'payib ketishi ham bu qon tomirlar aterosklerozidan darak beruvchi omil hisoblanadi. Endi biz qanaqa qilib davolaymiz? Davolashda bir qancha dori vositalar ishlatiladi. Birinchi o'rinda rejim, ya'ni sababini yo'qotish kerak. Sababi gipertoniya bo'lsa, qon bosimini nazorat qilish kerak, qandli diabet bo'lsa, semizlikni nazorat qilish kerak. Undan tashqari ovqatlanishda ham nazorat qilish kerak. Ovqatlanishda yog'siz mahsulotlar hamda meva-chevalar ko'p iste'mol qilish, harakatni ko'paytirish, kunlik harakat ko'p bo'ladigan bo'lsa yaxshi bo'ladi. Davolashda dori vositalari bilan davolaydigan bo'lsak, statinlar, ya'ni qon tomirlar devoridagi yog'larni eritadigan dori vositalar. Bularga aterostatin, rozuvastatin, shunga o'xshagan dori vositalar, ya'ni xolesterin miqdorini kamaytirishga qaratilgan dori vositalar. Undan tashqari nikotin kislota bu qon tomirlarni kengaytirib va qon aylanishini yaxshilab beradi. Undan tashqari qon bosimi bo'ladigan bo'lsa, antigipertenziv dori vositalar, ya'ni 5 ta gruppas, ya'ni APF inhibitori, yoki kalsiy kanallar blokatori, yo bo'lmasam beta blokatorlar, shunga o'xshagan dori vositalar. Undan tashqari antiagregant, antikoagulantlar, ya'ni qonni yuvishini nazorat qiluvchi dori vositalar. Antiagregantlardan aspirinning kichik dozasi, ya'ni kardiomagnil, trombopol, shunga o'xshagan. Antikoagulantlardan geparin, kleksan, inoxiparin, shunga o'xshagan dori vositalar orqali biz davolash rejasini tuzib chiqamiz.